Xo'sh, barchaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Farhodman. Bu sapfirga o'xshash svorkaning bitta turi. Mana hammasi. Mana bularni yasash lekin berilmagan. Xo'sh, endi uy qurish uchun o'zimizga joy tanlashimiz kerak. Birinchi o'rinda daraxt chopib olaylik-da. Negadir 20-30 FPS atrofida aylanyapti. Menda odatda 60 FPS larga ham chiqib ketar edi. Hop. Iloji bo'lsa bitta qishlog'i bo'lsin. Qornim och qolyapti. Axir bu ishga ham bo'ladi. Bizlar hayotda emas. O'yinda hamma narsa mumkin. Men bilanmi ekan? Model jump, steel ingot. Hali bularni hammasini yasab ko'rmaymiz. Chunki endi bundan kirpi yasaymiz. Verstakda ham obolaydi. Artefakt zulmi yoki rekerzor kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu mod meni Telegram kanalimda bo'ladi. Yuklab olishlaring mumkin. Men mod qo'shish haqida video 2 marta chiqarganman. Shuncha tosh. Bitta tapor va bitta kirka. Shuni ketizma yaxshi. Kirkada ham buzib olaveraman. Daraxtni yoqmayman-ku. Bunday shirin kichkinagina daraxtcha bu.
yomon zaybal qildi. Kichik bor ekan, boqib olaman desam suyak yo'q. Kuch berib bo'lmaydi-da, bo'lmasa boqib olaman. Tam baribir kerakli narsa. Qo'rqib yutibman, ko'z yonib kelyaptimi deb tovuqni. Bu hech qanday modda emas. Nima beta versiya bo'lganligi uchun, nima Happy Gastni boynasi bo'lgani uchun, Minecraft bo'lgani uchun hamma narsa o'zgarib ketgan. Yangi Minecraft ham shu yerda o'zgarib ketgan. Happy Gastni kim bilmasa, bu kichkina gazga uni suvga qo'yib 20 minut kutsanglar, nima u katta bo'ladi va sizlar egarini taqsanglar, sizlarni olib yura oladi. Maksimum 4 tagacha odam ko'tara oladi. To'q go'sht qolib ketdi, mayli. O'zimga yaxshilik tanlashim kerak. Mana, yes. Yo, lekin ketishlayotganim yo'q. Xudo bir haqqi. Mana yerda bitta pauza qilib oldim. Keyin shunday ketayotgandim, qishloq ko'rib qoldim. Xudo haqqi lekin ketishlayotganim yo'q. Bu yerdan o'zimga uy tanlab olsammi yo ko'rsam? Tanlab olaman. Mana shu mening bugundan boshlab shaxsiy uyim deb nima tan olinadi. Xo'sh. Bolalar, men 10 daqiqadan ko'p video ololmayman, bo'lmasa YouTube'ga chiqmay qoladi. Shuning uchun ham biroz kamroq video olishimga to'g'ri keladi. Xo'sh, endi bunkercha qurishim kerak. O'zlaring tushunasizlar degan umiddaman. Rahtim o'zimdamikin? Bunga bo'ladi. Menga kattaroq bunker kerak. Lekin voy kalla varam kartoshka. Bo'lmaydi-ku bu. Yaxshi o'zim uy qurib olaman, kalla. Shunday gandonmanda gandon, voy kalla. Shu isimga kelmaganini qaranglar-da. Axir bu yerda boya qilsam nima elektr kuymay qoladi-ku, voy kallak. Shunga uy quraman. O'zimga mana shu yerlarni katta qilib tekislayman keyingi videolarda. Seni otdan yerda yoki onam. Yaramas. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Keyingi video ertaga chiqadi. Ertangacha xayr hammaga. Sog' salomat bo'linglar, kanalga like bosib obuna bo'linglar, qiyin emas-ku. Barchaga xayr.